Hazreti Ayso ko'pchilikni ko'rib döngü chiqib, u yerda o'ltirdi. Shogirdlarimi uning yeniga keldi. Hazreti Ayso ularga ta'lim berishga boshladi. O'zining Xudoga bo'lgan muhtojligini to'nib ketganlar ne kadar baxtlik. Chunki arshning podshohligi ularningdir. Qayg'urganlar ne kadar baxtlik. Chunki Xudo ularga tasalli beradi. Muloyim bo'lganlar ne kadar baxtlik. Chunki yer yuziga mirosxo'rdir ular. Haqqoniylikqa intildiganlar ne kadar baxtlik. Chunki Xudo ularni to'liq qanoatlantirdi.